Salom hurmatli o'quvchilar. Demak, bugungi video darsimizda 28-dekabr 2025-yilda 26-savolda kelgan geometrik savolimiz ekan. Xo'p, demak, bu savolimiz shartida uchburchakka shu tartibda ikkita aylanamiz ichki chizilgan va uchburchak tomonlari 7, 15 va 13 va 15 ga teng ekan. Shundan foydalanib biz kichkina aylanani radiusini topishimiz kerak ekan. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Buning uchun biz markazlarni tutashtirishimiz kerak. Bu markazlarni tutashtiradigan bo'lsak, bizda mana shu burchakning bisektrisiyasi ikkita aylanani markazidan ham o'tadi. Qoidamiz bor, uchburchakka ichki chizilgan aylanani markazi bisektrisalar kesishgan nuqtada joylashgan bo'ladi. Shuning uchun ikkalasining ham markazi bisektrisiyani ustida yotgan bo'ladi. Endi buning uchun nima qilamiz endi? Mana demak bisektrisa bo'lsa alfa alfa. Xo'p, bizda mana bu masofamizni birlashtirib oladigan bo'lsak, ya'ni ikkita radiusni bir-biriga bog'lashimiz uchun mana bu qism radiusga teng bo'lib qoladi perpendikulyarligidan, ya'ni asosga parallel qilib chizib oldik. Va yuqori qismi katta radius minus kichkina radius bo'lar ekan. Jami katta radius bo'lgandan keyin bu qismni ayirib tashlasak, mana bu qismni radius, bu taraf ham radiusga teng. Keyin ikkitasi pastdagi qora chizig'imiz bilan qizil chizig'imiz parallel bo'lganligi uchun bu alfa bo'lganda, bu ham alfa bo'ladi. Shu qismidan biz yozib olamiz sinus alfani. Demak, sinus alfa teng bo'lar ekan. Qarshidagi katetni radius minus kichkina radius taqsim gipotenuzaga nisbat. Gipotenuzamiz katta radius plus kichkina radius, ya'ni mana bu masofani bu masofaga nisbat deb oldik. Demak, men kichkina radius topishim uchun bu yerdan menga burchak kerak va katta aylanani radiusi kerak bo'lar ekan. Xo'p, katta aylanani radiusiga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu bizda uchburchakka ichki chizilgan aylanani beradi. Buni radiusini topadigan formulamiz r barobar 2s taqsim perimetr ekan. Demak, mana shundan topib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, s bilan perimetrni hisoblaymiz. Bungacha biz burchakni topib olsak yaxshiroq. Demak, burchakni topishimiz uchun nima qilamiz? Burchakni topishimiz uchun Kosta teoremasini qo'llaymiz uchburchak uchun. Xo'p, 2 alfani qarshisida 13 ning kvadrati 169 teng bo'lar ekan. 7 ning kvadrati 49 plyusdan 15 ning kvadrati 225 ayrilgan 2 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan 15 ko'paytirilgan kosinus 2 alfa. Xo'p, bu qismni hisoblaydigan bo'lsak 210, demak 210 ta kosinus alfamiz teng bo'lar ekan. Qolgan sonlarni hisoblaganimizda 105 kelib chiqadi. Kosinus 2 alfa edi bu. 2 alfa. Demak, yozamiz kosinus 2 alfamiz bizga teng bo'lar ekan 1 taqsim 2 ga. Kosinus 1 taqsim 2 ga 60 gradusda erishadi. Shuning uchun 2 alfamiz 60 bo'ldi. Bundan alfa kelib chiqdiki 30 gradus bo'ldi. Demak, bizda burchagimiz topildi. Endi katta radius topib olishimiz kerak ekan. Buning uchun bizga s bilan perimetr, ya'ni yuza bilan perimetr kerak ekan. Yuzani topib olamiz. Yuzani topishimiz uchun 1 taqsim 2 ikkita yon tomonni ko'paytmasi 7 ko'paytirilgan 15 ko'paytirilgan orasidagi burchakning sinusi. Orasidagi burchak sinusi bizda sinusdan 60 gradus degan. Demak, s barobar 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan 15 ko'paytirilgan sinus 60 da ildizosi 3 taqsim 2 bo'lar ekan. Hisoblab qo'yadigan bo'lsak, 105 ildizosida 3 taqsim 4 bo'ldi. Demak, bu bizda yuzamiz ekan. Endi perimetr hisoblab olamiz. Perimetrimiz nimaga teng bo'ladi? 7 plus 13 plusdan 15 teng. Hisoblaydigan bo'lsak, bu bizda 35 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, demak, perimetrimiz topildi. Endi katta radius hisoblab qo'yamiz. 2 ko'paytirilgan s ta joyiga 105 ildizosida 3 taqsim 4 qo'ydik. Mahrajimizda 35. Hisoblaydigan bo'lsak, mahrajda 2 bo'ladi. 35 bilan bu qisqardi, bu bilan bu qisqarib, 2 miz pastga tushdi. Xo'p, bu ikkalasini qisqartirganimizda 3 qolsa, demak 3 ildizosida 3 ekan. Demak, katta aylanamiz radiusi bizda 3 ildizosida 3 taqsim 2 kelib chiqdi. Endi mana bunisini hisoblaymiz. Endi bundan radius hisoblasak bo'ladi. Katta radiusimiz topildi, yuzamiz, sinusimiz ham bor. Shu orqali hisoblaymiz. Demak, sinus alfa, alfani joyiga 30 gradus qo'yadigan bo'lsak, bu bizda sinus 30 gradus teng bo'ladi. Katta radius minus kichkina radius taqsim katta radius plus kichkina radius. Buni joyiga 1 taqsim 2 qo'ydik. Katta radius minus kichkina radius taqsim katta radius plus kichkina radius. Bundan proporsiyani qo'llasak, radius plus kichkina radius teng bo'lyapti katta radius minus kichkina radiusga 2 tadan. Xo'p, bundan radius kelib chiqar ekan, katta radius taqsim 3 ga.
Demak, kichkina radiusimiz teng bo'lar ekan. Demak, katta radiusni 3 ga bo'lsak bo'ldi. Bu ifodani 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda ilzosi 3 taqsim 2 kelib chiqar ekan. Ya'ni mana buni katta radius joyiga olib kelib qo'ydik. Bizning javobimiz mana shu ilzosi 3 taqsim 2 kelib chiqar ekan. Demak, misolimizning yechimi shundan iborat edi. Agar yechim sizga yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling.